Alloh aytdimi, bo'ladi. Alloh xohladimi, albatta sodir bo'ladi. Insonlar ham o'zaro muammolarini hal qilishlikda muammolarini, mushkulalarini sudga murojaat qilishadi. Sud ikkala tomonni da'volarini eshitadi va qaror qabul qiladi. Falonchi haq ekan, unga berilsin. Endi mag'lub bo'lgan tomon nima qiladi? Apellyatsiyaga beradi. Keyin bu hukmda qayta ko'rishga chaqiriladi, tekshiriladi. Respublikanskiy sud, Verxovniy sud va hokazo. Odamlarni chiqargan hukm o'tmay qolishi mumkin. Lekin Alloh hukm qildimi? Tamom. Uni hukmini tekshiruvchi bo'lmaydi, u doim g'olib. La muaqqiba li hukmihi. Allohning ishini hech kim tekshira olmaydi. Ma sha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Alloh nimani xohlagan bo'lsa bo'ldi. Endi nimani xohlamagan bo'lsa bo'lmadi. Shuning uchun sen banda kim bilan birgasan? Al-Jabbar bo'lgan Alloh bilan birgami? Irodasi doim o'tadigan, doim g'olib bo'lgan zot bilan birgamisan?